berishda Aryom hamda Minho ishtirok etmoqda. Maktab 2017. Seni o'ldiraman. Bu yoqqa qaytar. Menimcha hikoyani sal o'zgartirish kerak. Qolaversa, yigitingni burnini qara. Oh, yo'q, qarama. Uning ismi Yunhua. Bu senmisan? Ha, albatta, endi ham hikoyani o'zgartirish kerak. Oh, men ismim Yunho. Hoy, men Yunhoman. Ha, albatta, Yunhua. Hoy, bu men emasman. Buni nimasi yomon? Bu g'ayrioddiy. Juda g'ayrioddiy, mutlaqo yangicha. Oyi, bas qiling. G'ayrioddiy hikoya. Sevgi haqidagi hikoyalar shunday ham ko'p. Jangari sahnalarni chizish qiyin. Tibbiyot va huquqshunoslik ularga qiziqmayman. Erotik hikoya yozsammikan? Sen hatto o'pishib ham ko'rmagansan, erotikaga balo bormi? Sarang boshlang'ich sinfdaligida yo'q. Oyi, bas qiling. Lekin shunday qilgansan. G'ayrioddiy hikoya. Bugun uyga ertaroq ketib dars qilishga nima deysan? Sen o'zi uyga doim erta ketasan. Shundaymi? Unda keyingi safar imtihondan so'ng senga mazali ovqat olib beraman. Va'da. Yaxshi. Lekin barcha fanlardan uyga vazifalaringni berib turasan, a? Mayli, shoshma. Bularni hammasini o'qib qiynalma. Faqatgina qizilda belgilanganlarini. Rahmat, Dayxivi. Endi kechirasan, ketishim kerak. Mayli, bora qol. Mayli. Xayr. Testga tayyorgarlik 100% kafolatlanadi. Ingliz tili maktabi. Munjon test markazi. Bunaqa baholaring bilan ortiq meni sharmanda qila ko'rma. 288-o'rin. Testga tayyorlov kursiga yozil. Aks holda barcha kredit kartangni olaman. Mana shu sahifadan boshlab yodlab olasan va o'qib chiqib namuna savollarni yechgin va aniqki imtihonning asosiy e'tibori shunga qaratiladi. Meni tushundingmi? Ha, sen zo'rsan. Imtihon savollarini doim taxmin qilib topasan, ha? O'nlab repetitorlarni foydasi yo'q. Hech kim sen bilan tenglasha olmaydi, Dayxivi. Bu 3 million won turadi. Yuqori toifali o'qituvchilarning bitta fani uchun. 2 haftalik insho darsi uchun esa 5 million won. Boshqa o'qituvchilar uchun bu... Xullas meni 5 yoki 6 ta eng mashhur darslarga yozib qo'ya olasizmi? Siz o'zingizga mosini tanlashingiz lozim. Nechanchi darajadasiz? Xo'sh, haligi. Bunga hojat yo'q. Nima? Bilasizmi, men unchalik o'qishim shart emas. Chunki oilam juda badavlat. Meni shunchaki istalganiga yozib qo'ying. Ro'yxatingizda bo'lsam bo'ldi.
Rahmat xonim. Barakalla. Qaniydi, balki bu safar Hechon seni ortda qoldirib ketar. Albatta. Rahmat senga. Mayli. Ketdik. O, dayı. O, salom. Nima sen shu yerda ishlaysanmi? Tashlab yuborsang o'ldiraman. Men bunga bor peshona terimni sarflaganman. Yaxshi to'lashadimi? Ha, bu ancha daromadli. Zo'r-ku, rostdanmi? Juda havasim keldi. Xo'sh, pullarni nima qilasan? Yaxshi planshet olmoqchiman. Planshetmi? Men mangalarni chizaman. Ha, Hangukka kirish uchun-a? Oy, rostdan havasim kelyapti. Juda zo'r. O'zingcha, senda orzu yo'qmi? Mening orzuyimmi? Dorama Kinok.net platformasi uchun o'zbek tiliga o'girilmoqda. Qani, ichamiz. Xanil, go'zallik saloni. O, o'g'lim keldi. Salom o'g'lim. Xudoyim, bunchalar kelishgan o'g'il tug'ganman-e. Omading bor. Meni bolam shuncha kursga boradi. Bilasanmi, ular nima deyishadi? Bolangizni muvaffaqiyatga yetaklash uchun pul kerak deyishadi. Bularni bari uydirma gap. Dayxviga bir qarang. U tayyorlov kursiga boradimi? Repetitorga boradimi? Biram omadlisan. Qani qizlar, ichamiz. Olinglar. Biram yaxshi o'tiribmiz-ey. Hoy, qorning ochmadimi? Tovuq yeysanmi? Achchiqqina tovuq. O'zgarasanmi yoki seni o'zgartirishadimi? Biz sizni Seul univeriga kiritamiz. Tovuq. Oyijon, men ham tayyorlov kursiga bormoqchiman. Faqat bir oygina. Menga bir oy borish kifoya. Shunda g'ayrioddiy hikoyalarni o'ylab topsam. Nima uchun komik chizish kursiga borar ekansan? Baholaring yomon. Komiks emas, manga, webton. Bu meni universitetga olib kiradi. Hanguk universitetiga. O, Yunho. Shijoati menga juda yoqdi, lekin kel, ertaga shifokorga boramiz. Hanguk deysanmi? Oyi, yaqinda Seulga kiraman deb qolsa ajablanmayman. Nima qilasan, nima? Oyi, men rostdan ham Hangukka kira olaman. Hozir rasm chizish orqali ham nufuzli o'quv yurtiga kirsa bo'ladi.
Univerga kirish uchun 40 xil yo'llari bor axir. O'chir ovozingni. Savdomiz shundoq ham dabdala. Bittasi kun bo'yi bekor. Kursing uchun pulni qayerdan olaman, ayt. Nima bo'lsa ham univerga kirmayman va hech kimni sevmayman, turmush ham qurmayman. Bu butun umr yolg'izlasam, bu sizning aybingiz bo'ladi. Hech qachon yerga tegmayman ham. Voy, bu qizning gapini qara. Baribir uni shifokorga olib borish kerak. Oy, nima bo'ldi? Yo'qo, turmushga chiqishga rozi bo'ldimi? U ancha ulg'ayibdi. Nimalar deb valdirayapsiz? Men nima dardda, sizni qarang. Eshitaman. Hoy, men g'ayrioddiy hikoya o'ylab topdim. Bu tarix haqida bo'ladi. Sen dars qilmayapsanmi? Ertaga imtihon bo'lsa. Menga bor yo'g'i 5 daqiqa kerak. Quloq sol. Rostdanmi? U direktorning oldida yel chiqarib yubordimi? Xudoyim ey. Nima? Oradan 1 soat o'tib ketdi dedingmi? Sen haqsan. Men o'ldim. Men hatto o'qishni ham boshlamadim. Yaxshi, telefonni qo'y. Xayr. Yo'q. Birinchi reja tuzib olishim kerak. Reja. Ayni paytda kechki soat 9. Demak, ertalab ketdigacha 10 soat vaqtim bor. Bu yetarlicha ko'p vaqt. Imtihon vaqtida asabiylashishdan biz har doim aqldan ozardik. Ba'zilar ruchkasini qo'yishi bilanoq sanoqsiz raqobatdoshlari ularga yetib olayotgandek his qilishadi va barmoqlari qavarib ketguncha o'qishadi. Ular tishlarini tishlariga qo'yib, buni yengib o'tamiz deyishadi. Biz 18 yoshdamiz. Biz hali juda yoshmiz. Afsuski, bunga ishonadigan ota-onalarimiz emas, balki biz o'zimiz. Biz hayotimiz 18 yoshimizdanoq hal bo'lishiga ishonamiz. Uchinchi sinov imtihoni kuni. Eslolmayapman. Omad, imtihondan keyin seni ochiq ko'ruvchi pishirig'i bilan mehmon qilaman. Senga mazza. Men ham uni o'rniga davlat imtihonlarini topshirishim kerak. Raqobatni kuchaytirib o'tirmadi, Hangukka yo'qol. Hoy. Rostdan ham maktabni tashlab ketyapsanmi? Bunday qila ko'rma, iltimos. Kutilmaganda suyulib, biram shilqim bo'lib qolasan. Hozir imtihoningni topshir. Imtihon men uchun hech qanday ma'noga ega emas. Ketma.